Assalomu alaykum. Mana galar suv ishlashlarni ham boshlab oldik. Birinchi beton chiqishi, xudo xolasa birinchi etajni quyapmiz. Mana materialimiz. Oddiy 01, 02, 03, xullas kompot. Jidki ishlashga ham qilamiz, suxoy ishlashga ham qilamiz. Xudo xohlasa bir oylada asfaltni ham boshlaymiz. Asfaltimizning kvadratlari xudo xohlasa 65 mingdan 170 minggacha bo'ladi. Santimetri bir xil bo'ladi, lekin asfalt sifati, ya'ni betonda ham marka bo'lgan singari, asfaltimizda ham markalari bo'ladi. Xudo xohlasa yaxshi asfaltlar bo'lsa bosib beraveramiz. Bir oyda katogimiz keladi, katog bilan bosamiz. Baraban, marabanlar bilan emas. O'yinchoq narsalar bizga kerak emas.